Prezident Abduqodir Husanovga barchasini berdi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda kanalimizda mehmon bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni va videolar davomida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. 21-mart kuni Toshkent shahridagi Yangi O'zbekiston bog'ida bo'lib o'tgan Navro'z tantanasidan keyin O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Manchester City'ning o'zbekistonlik himoyachisi Abduqodir Husanov bilan uchrashdi. Bu haqda O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi Ufa matbuot xizmati xabar berdi. 21 yoshli Husanov otasi sobiq futbolchi Hikmat Hoshimov bilan birgalikda dastxatli tushirilgan Manchester City'dagi libosini Shavkat Mirziyoyevga sovg'a qildi. Qayd etish joizki, yanvar oyida Mirziyoyev Birlashgan Arab Amirliklari davlatiga safari chog'ida mamlakat shahzodasi va Manchester City klubi egasi Shayx Xolid bilan Muhammad Al Nahyon bilan uchrashib, Husanov transferi uchun minnatdorchilik bildirgan edi. Hozirgi kunda Husanov butun dunyo bo'ylab mashhur bo'lmoqda. U Messi va Ronaldo qatori mashhurlikka erishdi va ular qatorida teng huquqli pul olmoqda. Bundan tashqari, yosh Husanov 27-may kuni nikoh to'yi marosimida butun dunyo yulduzlari O'zbekistonga tashrif buyurishi haqida barchaga e'lon qildi. Abduqodir Husanovga omad tilagan muxlislarimiz videosida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang.